Diqqat, aholiga tezkor xabar. Energetika vazirligi: O'zbekistonda elektr va gaz narxlari yuqori degan fikr noto'g'ri. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Energetika vazirligi O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari yuqori ekani haqidagi fikrlarga munosabat bildirdi. Vazirlik vakili Nasibullo Muhammadjonovning ta'kidlashicha, xalqaro ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston elektr energiyasi narxlari eng arzon davlatlar qatoriga kiradi. Uning aytishicha, mamlakatda elektr energiyasining o'rtacha narxi taxminan 4-5 sentni tashkil etadi. Mutaxassisning fikricha, narxlar allaqachon qimmat edi, yana oshirildi degan qarashga to'g'ri tushuntirish berish zarur. Vazirlikka ko'ra, tariflar energiya ishlab chiqarish xarajatlari asosida shakllanadi. Bunga elektr energiyasini ishlab chiqarish, yoqilg'idan foydalanish va uni qayta ishlash, energiyani uzatish, transformatorlar, podstansiyalar va elektr tarmoqlariga xizmat ko'rsatish xarajatlari kiradi. Shuningdek, energiya infratuzilmasini saqlash va rivojlantirish ham katta mablag' talab qiladi. Qayd etilishicha, aholi uchun ijtimoiy me'yor doirasidagi elektr narxlari hozir ham elektr ishlab chiqarish tannarxidan past bo'lib, narx va tannarx o'rtasidagi farq davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Eslatib o'tamiz, 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun yangi tariflar kuchga kirdi. Aholi uchun tabaqalashtirilgan tarifning tizimi saqlab qolingan. Xulosa qilib aytganda, vazirlik elektr va gaz narxlari yuqori degan fikrga qo'shilmadi. Tariflar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xarajatlari asosida belgilanadi. Aholi uchun ayrim tariflar tannarxdan past bo'lib qolmoqda. Farq davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Azizlar, bugungi ma'lumotlar shular. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.